Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun Adaymaster Cherry Cho'ponota avtosalonida qanaqa avtomobillar bor va qanaqa model, funksionalda ular ishlashini ozgina bo'lsa ham ko'rib o'tamiz. Kirib kelayotganingizdan ko'zingizga tashlayotgan avtomobilimiz Tigo 2 avtomobilimiz. Birdan narxini ham aytib o'taman. Narxi 214 million 900. Bu avtomobilimiz rassrochka naqd kreditga bemalol xarid qilishingiz mumkin. Mashinamiz birlik turbina motor bo'ladi. 103 ta ot kuchi. Motor korobka elektronik kraskasiga Polotserni 5 yil kafolatga ega. Mashinamizda ikkita oldi o'rindig'i isiydi, rul isiydi, luki bor. Keyingisi mashinamiz Arizo 6 Pro. Bu birinchi pozitsiyasi atmosferniy bo'ladi. Ularda 3 ta pozitsiyasi bo'ladi, hozir uchalasini ham ko'rsatib o'taman. Mashinamiz atmosferniy motor bo'lganda rasxod topливasi bularda 8 litr, 7 litrgacha bo'ladi. Tigo 2nikini aytib o'tmayapman. Tigo 2niki 6, 4, 5 litrgacha bo'ladi. Mana bu esa Arizo 6 Pro ning ikkinchi pozitsiyasi. Turbina motor, 1.5 turbina motorimiz bo'ladi. Salon qismimiz o'zgacha bo'ladi. Motor mashinamizda abagrev sideniya, rul abagrevlari mavjud. Mashinamiz shahar ichida rasxodi 8 litr bo'ladi. Uzoq masofaga esa 7, 5 litrgacha tushadi. Tak aziz do'stlar, keyingi avtomobilimiz gibrid avtomobilimiz. Gibrid avtomobilimiz 1400 kilometrgacha harakat qiladi umumiy hisobda. Shahar ichida rasxodi 4 litr. Motorimiz ikkita motordan iborat. Gibrid hamda benzin dvigateli. Mashinamiz LED premium faralar hamda 360 kamera, adaptivniy kruiz kontrol, udержание polasi, avtomatlari ham bor. Так, mashinamiz беспроводной зарядка, massaj сиденья, обдув, обогрев, panoramная крыша, elektr sistemalari ham mavjud. Mashinamiz orqa qismlarida ham bemalol ko'rsangiz bo'ladi, xuddi biznes jetda, biznes klassda mavjud. Mashinamizda birdan o'zida 2 xil zaryad turkumi bo'ladi. Uyda zaryad qilsangiz ham bo'ladi, hamda tashqarida zaryad qilsangiz ham bo'ladi. Mashinamizning narxi 420 million hamda 450 million. Avtomobilimizni naqd rassrochka kreditga xarid qilishingiz mumkin. Endilikda esa Tigo 8 Pro Max. Tigo 8 Pro Maximiz 481 million hisobida bo'ladi. Bunday ham avtokredit, leasing, naqd rassrochkaga xarid qilishingiz mumkin. Bu avtomobilimiz esa ikkilik turbina motor bilan 6 xil rejimda harakatlanadi. 4 ta ballon ham tortadi. Bu avtomobilimiz tog'lik, loylik, qumlik hamda qor holatlarda ham harakatlansangiz bo'ladi. Keyingisi esa Tigo 7 avtomobilimiz. Tigo 7 2026 restyling avtomobilimiz 344 million 900 hamda buni birinchi pozitsiyasi bor 300 million. Bu mashinamiz yangi 2026-yil restyling bo'lib keldi. Fevral oyida boshlarda taqdimotga chiqdi. Bu mashinadan hozir kungacha 50 dan ortiq sotdik o'zi. Bu avtomobilimiz oldi обрисовкалari полностью 7 Pro ga o'xshab, 8 Pro Max ga o'xshab chiqqan. Подвескаларimiz многоречашка независимый, har bitta ballon o'ziga javob beradi. Бесключевой доступ, 360 kamera, panoramная крыша. Salon qismiga e'tibor bersalaringiz, salon qismi alohida o'zga tortadi. Korobkalarimiz многоречашка независимый, двухступенчатый robot bo'ladi. Motorimiz 1.5 turbina. 3 xil rejimda harakatlanadi. Eco Sport standart, обдув, обогрев sideniyalarimiz bor. Orqa qismiga ham полностью bemalol 2 kishi yoki 3 kishi qisilmasdan ketsa bo'ladi. Sidenalari ham o'zi regulirovka bo'ladi. Mashinamiz orqa bagajligi esa juda keng. Oila bilan biron joyga bemalol toqqa yoki dam olishga borsalaring bo'ladi. Zapaskalari har doimgidan ko'ra yoshirilgan. Tak, mashinalarimizda boshlanish to'lovi 30% bilan 1 yildan 3 yilgacha muddatli to'lov asosida xarid qilishingiz mumkin. Keyingi masala esa 25-15% dan boshlanib avtokreditlarimiz mavjud. Mashinalarimizga 25 milliondan hammasiga foyda asosida xarid qilishingiz mumkin. Masalan, Tigo 7 Pro avtomobilimizda 25 million foyda asosida xarid qilmoqchi bo'lsangiz, 320 millionga xarid qilasiz. Arizo Tigo 2 avtomobilimizda esa 189 million 900 ga xarid qilishingiz mumkin. Aziz do'stlar, agar ma'lumotlarimiz yoqqan bo'lsa, like knopkasini bosib, podpisatsiya knopkasini bosib, hammangizni Adaymaster Cherry Cho'ponotida kutib qolamiz.